Mamlakatimizda har bir sohada, xususan qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ham yangicha ishlash, ilmiy yondashuv talab etilmoqda. Sababi yurtimizda aholi soni yil sayin ko'payib, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ortmoqda. Bu yo'nalishda yerning har qarishidan samarali foydalanish va qator oralarda ertaki sabzavot mahsulotlari yetishtirish muhimdir. Quvasoy shahridagi fermer xo'jaliklari tasarrufida 1600 gektar samarasiz bog'lar bor. Hozirgacha ularning 600 gektari buzilib, intensiv bog'lar yaratildi. Ma'lumot o'rnida hozirda shaharda atigi 40% fermer xo'jaligi bog'lardan yaxshi daromad olmoqda. Buni ko'paytirish maqsadida 2416 gektar yerda yangi bog'lar barpo etildi. Intensiv bog'larning qilinishi meva-sabzavot salmog'ini ortishiga, daromadlarni ko'payishiga xizmat qiladi. Shahardagi Ko'paysunobod fermer xo'jaligi 14-13 gektar yerda dehqonchilik qiladi. Bu yerda asosan meva va bog' qator oralarida sabzavotlar yetishtiriladi. Plyonka ostida parvarish qilinayotgan kartoshka, karam va boshqa sabzavotlar hademay xalqimiz ehtiyoji uchun yetkazib beriladi. Mevaga kirgan bog'lar masalan gektaridan 20 tonna, 15 tonnadan hosil beradi. Bozorga, chet elga chiqadigan mahsulotlar. Meniki endi ko'proq asosan hozirgi kunda mana bu bog'larim intensiv bo'lib, bular yaqin 5 ko'chatlar bo'lib, gektaridan 1,5 mingta ko'chat joylashadi. Biz Amerikaga borib, mana shularni ko'rib, mana xalqimizga tatbiq qilib, shu intensiv mana tomchi lablarni xalqqa ko'rsatyapmiz. Bularni daromadi yaxshi bo'ladi intensiv bog'larda. Qulayligi, terimda ham ish kuchidan yutib qolamiz. 4 yashar bog'largacha qator oralardan biz foydalanamiz. Shulardan kartoshka, sabzavot, piyoz, karam mana ko'rib turganlaringdek, pomidori, ko'kat, rezavorlar ekiladi. Mana shu karamda agar misolga olsak, mana xudo xolasa yaqin 1 oy bo'ldi, ekdik. Gektaridan xudo xolasa ko'chatga nisbatan 30-40 tonnadan mo'ljallanyapti. Shahardagi Arsiz mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Mirzo Anvar fermer xo'jaligi 20 gektar yerda intensiv bog'lar yaratgan. Ayni kunda bog' qator oralarida ertaki karam yetishtirilmoqda. Karam ko'chatlari 5-fevral kuni plyonka ostiga ekilgan. Eng muhim jihat, yetishtirilayotgan karam xorijga eksport qilinadi. Surxondaryodan karam olib eksport qilardik. Bizga qiyinchilik tug'dirardi. Mana endi hozir o'zimizni fermer xo'jaligida o'zimizni bog'imizni ichiga ekyapmiz. Farova degan sortidan 125 ming dona karam ko'chatini ekdik. Buni gektaridan biz 40 ming dollar eksport qilishni rejalashtiryapmiz. Gektaridan 5 gektar ekkanmiz. Fermer xo'jaligimiz asosan ko'p tarmoqli bo'lib, gilos, o'rik, shaftoli mevalarini eksport qiladi. Buni ichiga atirgul ko'chat ham yetishtirib, gektardan 200 dona atirgul ko'chat eksport qilamizda. 7 yildan beri o'zi asosan eksport bilan shug'ullanamiz. Bu yil shartnomalarimizni ham ko'paytirganmiz. Ummon sultonligiga, Rossiyaga, Koreyaga eksportni rivojlantirib, bu yil 5 million qilishni rejalashtirganmiz. Bu Farova sorti biz asosan bozorga qarab ish qilamiz. Shunga talab ko'payganligi uchun biz asosan shuni urug'ini olib kelib, shu urug'ni o'zimiz ko'chat qilib tayyorlab, o'zimiz ekib eksport qilamiz degan maqsadda. Chidamligi ham, ta'mi ham har tomonlama ustunligi uchun shuni tanlaganmiz. Hosildorligi tanlaji ko'p. 1 metrga 3 donadan ekiladi. 25-aprelga terish mavsumi bo'ladi. 2 oyda tayyor bo'ladi. Buni salafanda har bitta ko'chatning ildizini tagiga amafos degan o'g'itlarini solib turib ekilgan. Karam yig'ishtirib olingandan keyin buni bilasiz, 1 yilda bu karam mahsulotini 3 marta ekib foydalansa bo'ladi. Biz ikkinchisiga may oyida o'sha urug'ni tashab turib, karamni ko'chatini ikkinchi mavsumga ekishni tayyorlayapmiz. 1 yilda 2 marta hosil olishni rejalashtirganmiz. Shahar hokimining tashabbusi bilan biz Ozarbayjondan qulpunoy sorti bor, irimaydi, chirimaydi, chidamli sortda. Talab ko'pligi uchun shu qulpunoyni borib tanishib, kredit masalasini ham hal bo'ldi. Shahar hokimimiz hal qilib berishdi. Buni 20 gektar qulpunoy sortidan ekishni rejalashtirgan. Quvasoy shahrida 150 ta fermer xo'jaligi faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning 20 ga yaqini mahsulot eksporti bilan shug'ullanadi. O'tgan yil fermerlar tomonidan 21 ming tonna meva-sabzavotlar xorijiy davlatlarga shartnoma asosida jo'natilgan edi. Bu yil bu ko'rsatkich 25 ming tonna yetkaziladi. Yoki boshqacha qilib aytganda, yurtimiz zaminda yetishtirilgan 27 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari xorijliklar dasturxoniga tortiq etiladi. Shahardagi namuna mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi yosh tadbirkor Sharifjon Rahimov 2,5 gektar maydonni egallagan issiqxonada pomidor yetishtiryapti. Yerga pomidorning xorijda yaratilgan 90 kun davomida pishib yetiladigan akim navi ekilgan. Nihollar yaxshi parvarish qilinsa, har tubdan 5 kilogramgacha hosil olish mumkin. Fermerning ta'kidlashicha, dastlabki mahsulot may oyi boshlarida iste'molchilarga yetkazib beriladi. 1000 gektar kartoshka rejalashtirganmiz.
800 gektar dukkakli ekinlar rejalashtirganmiz. 2,5 gektar sabzavot rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda asosan biz kartoshka ekishni boshlaganmiz. Fermer xo'jaliklarimiz tomonidan 480 gektar kartoshka ekildi va ekish uchun yerlar peshma-pesh tayyorlanyapti. Bundan tashqari shahrimizda hozir ishxonalarga e'tibor katta bo'lyapti. Hozir mana turgan joyimiz namuna massividagi Sohvatli Shokirjon fermer xo'jaligining ishxonasida turibmiz. Bu ishxonada mana pomidor ekilgan, hosil yaxshi. Hozir mana fermer xo'jalik rahbari bilan gaplashganimizda aytyapti, mana 180 tonna hosil olaman deyapti. Toshloq tumanida ham ertaki sabzavot yetishtirish borasida namunali ishlar yo'lga qo'yilgan. Bu yo'nalishda tumandagi Arab Mozor, Qanjirg'a, Aylanmajar, Zarkin mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida ommalashtirishga arzigulik tajribalar bor. Aholi xonadonlarida yilning 4 faslida ham sarxil sabzavotlar, rezavorlar yetishtiriladi. Eksport ham amalga oshirilmoqda. Shuning uchun tomorqada halol mehnat qilayotgan insonlarning turmushi farovon, dasturxoni to'kin sochin. Tumandagi Qanjirg'a mahallasi odamlari mirishkor, issiqxonda turli xil mahsulotlar va rezavorlar yetishtirishning ustasi bo'lib ketishgan. Hudud yerlari dehqonchilik uchun unchalik qulay emas, ammo toshshag'ali yerlar o'zlashtirilib, mana shunday issiqxonlar tashkil etilmoqda. Bizni Qanjirg'a mahalla fuqarolar yig'inida 4076 ta aholi, 739 ta xonadon, 1200 oilalarimiz mavjud. Asosan bizni xonadonlarimiz issiqxona, chorvachiliklar bilan shug'ullanishadi. 130 ta xonadonimizda issiqxonalarimiz mavjud bo'lib, bunda fuqarolarimiz pomidor, bolgarskiy, rediska, bodring shunaqa mahsulotlar bilan yetishtirishadi va bunga misol tariqasida bizni xonadonlarimizdagi fuqarolarimiz boshqa davlatlarga, chet davlatlarga ham eksport qilishadi mahsulotlarini. Muhtaram prezidentimizning farmoyishlari chiqdi, tomorqadan unumli foydalanish bo'yicha. Bunda asosan biz nuroniylarimiz bilan mahalla yettilik a'zolarimiz bilan xonadonlarga kirib, obodonlashtirish ishlarini olib bormoqdamiz va bunda kirganimizda tomorqadan unumli foydalanayotgan xonadonlarga guvohi bo'lyapmiz. Asosan hamisha hamma xonadonlarimiz bir yilda 2 marta yoki 3 marta mahsulotlarni olib yetishtirishadi. Fuqarolarimiz bizni mahallaga murojaat qilishyapti. Hokim yordamchisining tavsiyasi asosida imtiyozli kreditlar olishyapti. Shu kreditlar asosida issiqxonalar tashkil qilinyapti va unga kerakli ko'chatlar olib kelishib, shu bo'yicha daromadini oshirmoqda. Namunali dehqonlarimiz qo'shni mahallalarga yoki o'zimizning ko'chalarimizdagi fuqarolarga seminarlar tashkil qilishyapti va bunda asosan ishsiz fuqarolarimiz ham, ishsiz ayollarimiz ham shu tomorqa bilan band bo'lishyapti. Ayollar daftariga kiritilgan fuqarolarimiz, ayollarimiz ham shu issiqxonada o'zlarini bir kunlik, bir haftalik, bir oylik ishlari bilan band bo'lib kelishmoqda. Shu hududda yashovchi tadbirkor Farruxxo'jon Botirov 1 gektar yerda issiqxona tashkil etgan. Har yili 40-45 tonna atrofida pomidor yetishtirilib, Rossiya davlatlariga eksport qilinmoqda. Hududda suv tanqisligi bor, shuning uchun nihollarni tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yilgan. O'tgan yilning noyabr oyida ekilgan pomidor ko'chatlari hosil berishni boshladi. 10 nafar hamqishloqlar doimiy ish bilan band. Mahallada yashovchi boshqa tomorqa egalari ham bu yerdagi ilg'or tajribalarni o'rganishmoqda. Tumandagi Aylanmajar qishlog'ining odamlari asosan karam, qalampir va boshqa mahsulotlar yetishtirib, xalqimiz ehtiyoji uchun yetkazib berishmoqda. Shu yerda yashovchi Haydarali Usmonov bu sohada ham qishloqlarga ustoz. Chunki karamning turli navlarini ekib hosil olishni u bundan 4 yil burun boshlagan. Sekin asta tajribasi ham oshib bordi. Bugun esa tomorqadan yaxshigina foyda olib, oila iqtisodini mustahkamlamoqda. Issiqxonlarga mart oyining boshida 2500 ta karam ko'chatlari joylashtirildi. Ayni paytda belgilangan agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida bajarilyapti. Uning aytishicha, ekilgan nihollar 70 kunda pishib yetiladi. Shunday xonadonlardan biri Aylanmajar ko'chasi 26-xonadonda yashovchi Usmonov Haydarali Tofaldovich xonadonidamiz. O'tgan yil ushbu xonadonga imtiyozli kredit asosida 28 million imtiyozli kredit ajratib berganmiz. Fuqaroni olgan kreditining maqsadli ishlatilishi hamda uni doimiy monitoringini bank mutaxassislar bilan birgalikda olib boryapmiz. Ushbu fuqaro tomorqadan samarali, maqsadli foydalanadi. Joriy yilda shu Quva tumanida bo'lgan tomorqalardan samarali foydalanish bo'yicha o'tgan seminarda ishtirok etdik. O'zimizning mahallamizda, ya'ni ishlayotgan mahallamizda ham aholini tomorqasidan daromadini ko'paytirish maqsadida yo'nalishlar berdik. Shuni barobarda ijara asosida berilgan yerlardan
60 sotigini gulchilik, ko'chatchilikka yo'naltiryapmiz. Hamda shuni kengaytirish maqsadimiz bor. Ya'ni bir kontur, bir mahsulotning yonida har bir mahallada ko'cha kesimida ixtisoslashuvni ko'chatchilik hamda gulchilik yo'nalishida ham yangilik olib kirmoqchimiz. Aylanmajar mahalla fuqarolari yig'ini hududida yashovchi Muhammad Rasul Ismoilov ikkinchi guruh nogironi. Uning tomorqada ishlashga ishtiyoqi baland. Shu bois har yili sarxil karamlarni erta yetishtirib, yaxshigina daromad olmoqda. Unga qarashli bo'lgan 10 ta issiqxona ekin yerlari 25 sotixni tashkil etadi. U ham asosan karamning Koreya Respublikasidan keltirilgan navlarini parvarish qiladi. Ularning agrotexnikasini mukammal o'rganib olgan. Yerni ekishga qanday tayyorlash, nihollarni ekish, parvarish qilish, o'g'itlash va sug'orish yumushlarini o'z muddatda bajaradi. Bilmaganlarini keksa dehqonlardan o'rganadi. Bir so'z bilan aytganda, uning qilayotgan halol mehnati maqtovga arzigulik. 10 ta issiqxonada 15 ming ko'chat joylashtirilgan. 15 ming ko'chatdan hozir mana unisi 4 mingdan oshiq kars karam. 4,5 ming atrofida gul karam, 4,5 ming atrofida qizil karam ekkanmiz. Bularda o'g'itini hamma yo'g'ini joy-joyida berib kelyapmiz. Qarovlar, ishlovlari hammasi joy-joyida. Hozir masalan hech kim ekin atrofda ekinlar, ancha-muncha ekinlar ekilgan yo'q, lekin issiqxonada ekib yetishtirib foydalansa, daromad topsa bo'lar ekan. Buni chopig'i birinchi o'rinda bir marta chopsiz, bitta dori solgan bilan baravar. 2 marta dori solindi, 2 marta machavini bir marta arig'iga solib sug'orildi. Hozir mana mana shu holatga yetib keldi 2 ta dori bilan. Urash uchun selitra solinadi. Bitta sug'orilgandan keyin 2 marta suv ichadi, xudo xolasa shu bilan pishadi. Shu oldi 5 kilo, 7 kilogacha bo'lgan. 7 kilolik karamni ham uzganmiz. Hozirgi kunda endi bu bahorgisi sal kichikroq bo'ladi. O'sha kuzgisini ekkanimizda o'sha 7 kilogacha bo'lgan. Kam bo'lganimiz yo'q. Ekib daromad qildik. 60 million daromad ko'rdik. Agar buni o'zimiz saqlagan bo'lganimizda hozir 3-400 million yoniverda bo'lardi. Prezidentimizning tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklari faoliyatida zamonaviy tashkiliy tizimni joriy qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishida tomorqa yerlari va dehqon xo'jaliklari yer maydonlaridan samarali foydalanish, sohaga zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etish, mahallalarning ixtisoslashuvidan kelib chiqqan holda yuqori daromadli va eksportbop mahsulotlar yetishtirishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash belgilab qo'yilgan. Ayni paytda Farg'ona viloyatida ham ushbu vazifalarni bajarish maqsadida sa'y-harakatlar qilinmoqda.